Qadirlik tomoshabin mehmonlar. Mana bu ishkimiz sizlarga chaqimchilar ustida shikoyat qilmoqchimiz. Shundoq, hozir jamiyatimizda chaqimchilik illatlari saqlanib kelmoqda. Chaqimchilik illatlari yolg'iz ayollarda bo'lib qolmasin, balkim bir qism erlarda mavjud. Shundoq, chaqimchilar o'zgarishgan xarakterga ega bo'lib, ular yolg'onchilikni dastak yoki qurol qiladi. Ular ijtimoiy aloqalarda har xil nayranmozlik shakllarini usullik bilan qo'rashtirib, chaqimchilik meteoriklar bilan toshib ketgan yili-mekir xaltlarni kengayib, ko'klayotgan ziddiyat bixlariga qizg'in urush maydoni hozirlab beradi. Chaqimchilik zidlashtirish psixikasiga ega. Nima? Chaqimchilar tuxumda tukundirar ekanda. Shundoq, ular oqni qorga, qorni oqqa, bani yo'q chiqarib, tugmadak ishni to'gidek qilib ko'rsalaydi. Terikni o'likka, o'likni terikka aylantira olgan. Hatto ziddiyatning rangdor urug'larini chechib, ommani boshliqni ommaga o'ch qilib o'taydi. Doktorya, Chongjon janoblari. Ha, nima gap? İdarning ichi o'ngday, to'ngday bo'lib ketdi. Ishdan cho'ng chatoq chiqdi. Nima? O't apti yuz bermaganda? Yo'q. O'lam yetim ishlarga bormaganda? Yo'q. Anasi nima bo'ldi? O'pganni to'xtatib olib so'zla. So'zamdim. Ma'qul so'zlar. Qosim balisi doktorxonaga opirman deb 56 minut 30 kuni 9 daqiqa ishni yo'qib ketdi. Shunchalik ishmetdi. Men tehi osmon o'ngtirilib tushdimi ekan debdiman. Yana ba jon. Ha, so'zla. Sizlar noimiz bo'yicha hammaga tanishdik. O'g'om bir Chongjon tusida. Sizlardan cho'ng saqalga idoradagi qaltaq saqal tuhmat bo'lyapti. Tuhmat? Oy, kim o? Kim bo'ladi? Yiliqi guruh boshlig'i Ahmad. Ahmad yaxshi bo'ladi-ku. Undaq demagan do'st. Machangjonning ishonmaginni, ovozini unalg'iga, rasmini sinalg'iga olib qo'ygan bo'lsam bo'ladi. Azodin nima dedi? Nima deydi? Aytgan shundoq qarsam Ahmad Munak Temesova qatorliq 4-5 bir yerga kelib, "Sizlarni ashu nafsi bek yomon bek yeydi" deydi. Yeydi? Nimani? Torni? Nimani yeydi? Yo'q, ham. Torni deydi. Torni? To'xtatdi. Oy, yaxshilikni bilmaydigan Ahmad. Amajmo. Shundoq. Undaq terik saplarni idoradan darhol haydash kerak. Mana shundaq chaqimchilarning so'ziga ko'p sondagi rahbarlar ishonmasimi, qisman sondagi rahbariy xodimlar ishinib ketib, ammaga ishonmas bo'lib qoldi. Ular nemishqa bika-bikadan chiqimchilik qilishgan. Ular shu boshqalarni yiqitib, mansabning mushunchilik uvoqlarini tamom qilish kerak. Mana shundaq chiqimchiliklar tufaylidan hatto ba'zi erlar ayollar erlardan ayrilishdi. Undaqda mush gaping rasosi menga bir tipik misol elib so'zlab bersan qandoq? Bo'ladi. Ma'lum bir chiqimchining tufaylidan ma'lum bir inoq oila vayron bo'lishdi. Qanamsa? Aslan Franket. Sizlarga ondan to'lla. Bu yoqqa qadamlar yetib qopti. Ha, may yuqoqi maldin to'rt tarafdan bog'iq kelib qoptikan. Tudoqni ajimning ayoli Hurzoda xonimninkiga choyga mang'ach o'zlari bilan lappida ko'rish chiqayda kirib edi. Otdan bo'pti, qani oltasa? Hech qalla. Uzun bo'ldi ko'rinmaylar. Nimish qilyaptilar? Voy, nimish qilyaptin? Ishlarim baq aldirash bo'lib ketib qoldi. Shu o'zlarining g'amini yeb. Mening g'amimni? Ha? Mening nima g'amim bo'lgadak? Ko'nglim xotirjam, turmushim bayashat o'tayotmamdi. Menda nada g'am bo'lsin? Voy, maxinimni. Voy, xenim, seni o'z vaqtida mor kishini mahliya qiladigan, kim vaqti to'xtig'idek, tomochiqdek, latofetli qiz edilar. Ha? Mana endi egi tegib to'tkin bo'la bo'lmay, ma peshalarga qo'riq tushib.
Közleri olduruşup, uskalları bir kıtım jiptek, kofkaptı jiptek. Bilsen bilmesem şu äleri Ekbercan'ın dädi o hakacan. Oy nimesini deyle. Ekbercan öy işlerini rettik orlaştırıp köңlümni izdavatыды go. Näde onun gimi bolsun? Oy xinem. Sile äleri Ekbercan'ın hüylük munda işini bilmeydiğe oxşamamlar. Oy qaysı işini deyle. Oy yeni qayışını deyle davatılığı. Bilmegen bolsa boldu sözlemey. Men siligi moyim ahbarat karakterlik getni dep birimen dep. O mimandarçılıkta nesibemdin kuruq kanmay men mangay. Oy cinim açı toxtusa. Sadi qaysı gepni deyle. Hiç düşünemedim. Eytip ese. Ay xinem sözlesen gettola. Emili iştin eğiz açay. Aş bir günü köz bağlanğan vaqtda beşik yalanmaştak bir jigit bilen modi kiyim kiyinivaga bir kız muşunda mandı kamisa munda ha muşunda çekip bağmanda közlemnin balaxanesini yo onun şunda qarasam asılın Amerikan ha oy nada ana o kon yol tepsiga donaycıgdın tüyde Oy zaten onun neymiş qaqatırıpsa. Oy nemiş kılıçaktı aşı donaycıgdı digenge da yölüne Eğiz garmını çelişip yaşlattın su oynışıvatıdı yeni tekim ma kolunu miyegi attı miyegi saptı hani kolları bana kılar yakın keslemse o ne taşlap geldiniz Huy bala. Anlısı meyli o hatan Men bare. Men bu resvaçılıkı çiğneyemay. Yüzümni gaz yağlıkım bile yaptım da kendimge yandım. İşenmisle o yolun ötkelle guvahinem. O çokan sadi kimken? Oy kim bulut de heyletanımın. Ay xinem. Demey sile soğumugan bolsa men demigen bolayım yolan ketip olay. Günahlı koysun. Oy cinim açı toxtusa. O çokan sadi kimken eytip ese. Ay ufkam. Sile yaş. Nadan. Endi men muşu gapni aldırap dep qo'yap, ishkingning baxtlik oilasi vayron bo'lib, shirin muhabbatingligi ta'sir etmasin deyman ha. Oy isim kurusun. Az olsa mı bu özlükle mendil siligi namını qilay. Lazım emas. Hech kallah. Xinam. Cinkana, cinkan. Aca. O çokan zade kimken? Eytip ese. Voy xinem, getning poskallıska endi keldik. Kim bulutdi? Ma çaşları büdüre, belleri ügüre, levleri günçide, şişleri ünçide, yüzleri de ak, közleri de lak. Özü kilişke yığıncak. He vaf, boyusuzun sen yigizrak, yüzü kılın tırçak. Voy zade kim? Saç edem digen koca. Voy şirkim. Oy endi bildim. Oy neymiş konda keçkelesi desem. Xeritsiz vatımen davatdı. Ay, şu muhabbetlişka ornan xeritsiz sizitken hani. Oldu. Bu dünyada ya o yaşaydı. Ya men. Yaxşı. Men endi ulanın idaresiga bir Git. Subhan Tağus bir resva ette yatdı. Van tergini uçurup etseydiğim olsam adam balısı bomba kete. Yaxşı. Gayretinge. Oldu. Bu iş kişi bunu özgü taşladırım. Ekber'din xetini alimen anamın ayısıge ketini. Belli. Ağızdırgı bir navat xinem. Oy xinem. Muşu gapni xat meni dedi demesle maqul ma. Men siligi işimni ağırtap şu dep saldım. Yok özüm köydüm deymen. Ha, ma gapları duruz xanim. Ondak eski erlege dep çaptı şammaslamaca. Sildek Sayit Cemal güzel xanimga lap çapçıp qalgan ne jigitlercik. İsit. Ata-anam koymasın oğlum. Gitken. Şu xanim sizler. Balamın. Eller bakın işte balım. Aldaklarım kalkmayın. Yemeği desem şu koğlan
koyun. Mana, maqsadimga endi yetdim. Mushuningga o'xshash yosh er-xotinlar ashu inoq o'tadigan bo'lsa, men ichimdigan gaz, vosh pash qilib ichib, o'zimni bosamay qolaman. Xo'p bo'ldi. Tugi ko'rdingmi, ko'rmading? Qo'zi ko'rdingmi yo'q? Mendan saqit. Menga-chu, mushulan bo'lsa bo'ldi. Mana mushundaq adash chaqimchilarning so'ziga ishinib ketib, yeliqi ayol bir obdan erdan ajrashib, ikki bolasini yetim qildi. Nima degan ichinishliq oqibat bu? Shundaq, chaqimchilik dunyodagi eng razillik paskashlikning biri. Ularning xususiyati kim non tashlab pasi qavashdan to'xtaydigan lalmi itqilga o'xshaydi. Shundaq, qadrli tomoshabinlar, biz jamiyatimizdagi ana shundaq bir qism chiqimchilardan ibrat olib, birimizga chiqib, yomon oqibatlarni keltirib chiqaradigan. G'urur va vijdonni manfaatga sotadigan, Esil axloqni nobud qiladigan qiliqlarni qilmay, tez ittifoq bo'lgan muhitni qadrlaydi. Qisqasi, chaqimchilik nomus.